Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz yangi dacha oldik. Xudo xolasa ichki remontini polni 3 etajli dacha. Shunday mana bu yerlarda quyishimiz kerak. Plitka bo'ladi. Fasadni mana bu polni nimalarni ham yangitdan quyishimiz kerak. Bu birinchi etaj. Bilesizlar, mana bu ikkinchi, uchinchi etajga chiqib ketamiz bu. Polni hammom bo'ladi, bu taraf katta dush, bu taraf banya, hammom, bu yer zal, bu tarafdan ham nima katyolni komnata. Chiqib ketamiz ikkinchi etajga. Etaj. Koridor. Stakalar ishga kirgani boshladi. Uchinchi etaji.